Assalomu alaykum do'stlar. Super fizika kanaliga xush kelibsizlar. Hop, bugun sizlar bilan biz Innova Azer Uz kitobini yechimini boshladik. Birinchi mavzusi demak mexanikadagi asosiy tushunchalar. Hop, birinchi savol. Harakat vaqtida o'lchamlari hisobga olmaydigan jism nima deyiladi? Hop, ya'ni biz bilamizki, o'lchamlari hisobga olmaslik darajada kichik bo'lgan jismlar moddiy nuqta deyiladi va buni nazariy qism videosida ham aytib o'tib ketdik. Ikkinchi savol. Mexanik harakatda nechta va qanday turlari bor? Do'stlar, mexanik harakat 3 ta turga bo'linadi. Ular qaysilar? Ilgarilanma, aylanma, tebranma harakat mana. O bizda D javobda turibdi. Xo'p, endi qarang. Ano tekis harakat, notekis harakat bor-ku, ular hammasi mana shu ilgarilanma, aylanma, tebranma harakatlarning ichida uchraydigan harakatlar. Lekin umumiy holatda harakat degan tushuncha 3 xil bo'ladi. Ilgarilanma bo'ladi, aylanma bo'ladi, tebranma bo'ladi. Xo'p, uchinchisi, quyidagi kattaliklardan qaysi biri harakat paytida 0 ga teng bo'lishi mumkin? Xo'p, tushunali, demak bizga bir nechta kattaliklarni berib turib, harakat paytida 0 ga teng bo'lishi mumkin deyapti. Xo'p, birinchidan boshlaydi. Demak, A javobda ko'chish deyapti. Ko'chish 0 bo'lishi mumkinmi? Mumkin. Masalan, aynalar bo'ylab harakatlarda jismda boshlanish nuqtasi bilan mana harakatda boshlanish nuqtasi A bo'lsa, tugash nuqtasi ham shu joy bo'lsa, unda ko'chish 0 bo'ladi. Nimaga? Chunki ko'chishning ta'rifi jismda boshlang'ich vaziyati bilan oxirgi vaziyatini tutashtiruvchi yo'nalishga ega bo'lgan kesma. Endi boshlang'ich vaziyat ham oxirgi vaziyat ham bitta joyda bo'lsa, demak ko'chish 0 bo'lishi mumkin ekan. To'g'ri javob A bo'ladi. Xo'p, qolganlari 0 bo'lmaydi. Masalan, kinetik energiyani ham 0 bo'ladigan holati bor. Qachon? Mana ma'lumot o'rnida aytib o'taman. Kinetik energiyaning formulasi mv²/2. Qachonki jismda tezligi 0 bo'lsa 0 bo'ladi. Lekin hozir bu yerda qarang, harakat paytida deyapti-da. Harakat paytida tezlik mavjud-ku. O'shaning uchun u qisman noto'g'ri bo'lib qoladi. Xullas, to'g'ri javob ko'chish. 4-inchisi, jismning boshlang'ich holatini va oxirgi holatini tutashtiradigan yo'naltirilgan to'g'ri chiziq nima deyiladi? Bu ko'chish deyiladi. Ya'ni boshlang'ich vaziyat A bo'lsa, oxirgi vaziyat B bo'lsa, mana shu boshlang'ich vaziyat bilan oxirgi vaziyatni tutashtiruvchi kesma bu ko'chish deyiladi. Javobda turibdi ekan. Xo'p, 5-inchisi, jism holatining vaqt o'tishi bilan boshqa jismlarga nisbatan o'zgarishi nima deyiladi? Mexanik harakat deyiladi. Ya'ni fazodagi o'rnini boshqa jismlarga nisbatan o'zgarishiga mexanik harakat deyiladi. 6-inchisi, to'g'ri chizili harakatda bosib o'tgan yo'l va ko'chish vektor moduli o'rtasidagi bog'liqlik qanday? Demak, to'g'ri chizili harakat deyapti. Bu degani trayektoriyasi to'g'ri chiziqdan iborat ekan. Masalan, jism A nuqtadan harakatini boshladi, B nuqtaga yetib bordi. O'sha paytdagi yurilgan yo'li ular L deyapti. Hozirgi rasm bo'yicha gapiradigan bo'lsam, AB kesmaga teng. Endi ko'chish nimaga aytilardi? Boshlang'ich vaziyat bilan oxirgi vaziyatni tutashtiruvchi kesma. To'g'ri chiziq bo'lganligi uchun hozir ko'chish ham AB ga teng bo'ladi. Va eslab qoling, faqatgina to'g'ri chiziqli harakatlarda, ya'ni trayektoriyasi to'g'ri chiziq bo'lgan har qanday harakatda yo'l bilan ko'chish bir-biriga teng bo'ladi. Endi harakatda turini qizig'i yo'q. Ya'ni to'g'ri chiziqli tekis bo'ladimi, to'g'ri chiziqli tezlanuvchanmi, sekinlanuvchanmi qizig'i yo'q. Muhimi trayektoriya to'g'ri chiziq bo'lsa bo'ldi. Yo'l bilan ko'chish bir-biriga teng bo'ladi. Bu bizda Y javobda turibdi. Xo'p, 7-inchisi endi egri chiziqli harakatda bosib o'tgan yo'l va ko'chish vektori moduli S o'rtasidagi bog'liqlik qanday? Demak, bitta egri chiziq o'rganamiz ekan endi mana egri chiziqli harakat. Mana shunda yo'l bilan ko'chishda taqqoslashimiz kerak. Hozir bu yerda hop harflar bilan belgilab olaman endi. A, B bo'lsa mana qarang. Yo'lni topish uchun biz AB yoyida, hozir endi bu yoy-ku, to'g'rimi? Ikkita yoyga o'xshab turibdi. AB yoy deyapman. Ana shu qora rangdagi chiziqni uzunligi siz uchun yo'l bo'ladi. Endi ko'chishini topmoqchi bo'lsangiz, ko'chish boshlang'ich vaziyat bilan oxirgi vaziyatni tutashtiruvchi kesma-ku mana. Bu ko'chish. Ular ko'chishda S bilan belgilanadi deyapti. Hozir S ni topadigan bo'lsangiz, AB to'g'ri chiziq topasiz yoki mana AB vektorning uzunligini topasiz. O'zi rasmda ham ko'rinib turibdi. Hozir qora rangdagi uzunlik qizil rangdagi uzunlikdan katta. Ya'ni
egri chiziqli harakatlarda har doim yurilgan yo'l ko'chishdan katta bo'ladi. Har doim shu shart bajariladi. L S dan katta. Hop, bu bizda S javobda turibdi mana. L da S dan kattaligi. Doim yurilgan yo'l S dan katta bo'ladi egri chiziqli harakatlarda. L bu yerda yo'l, S ko'chish. 8. Jism ABCD trayektoriyasi bo'ylab harakatlanadi. Jismning bosib o'tgan yo'li uning ko'chishidan necha marta katta deyapti. Xo'p, tushunarli. Demak, birinchi yo'ldan boshladim. Bosib o'tirilgan yo'lni S bilan belgilab turay. Uni topish uchun nima ish qilaman? U dastlab AB kesmani bosib o'tgan. Rasmda ko'rinib turibdi. AB ni bosib o'tdi, keyin BC ni bosib o'tdi. Demak, qo'shaman BC, keyin oxirida CD ni bosib o'tdi. Ya'ni A dan D ga borishda shu kesmalar bosib o'tgan. Endi qiymatlar o'rniga qo'yamiz. 5 + 6 + 3. Shunda 14 metr chiqyapti. Demak, yurilgan yo'li 14. Endi kimisini topib ko'raman. Xo'p, ko'chishini topaman. Xo'p, ko'chish deb nimaga aytilardi? Jismning boshlang'ich vaziyati bilan oxirgi vaziyatini tutashtiruvchi kesma. Mana hozir boshlang'ich vaziyat A bo'lsa, oxirgi vaziyat D. Mana shu A da kesmani topishim kerak. Uning uchun nima ish qilaman? Qarang. To'g'ri burchakli uchburchakka to'ldirib olaman bu joyda. Hop, pastki katet BC bilan teng mana. 6 bo'lsa, men aytam 6 bo'ladi. Endi mana vertikal katet, mana jami nima bo'ladi? Tepadagi qism CD kesma 3, AB kesma 5 bo'lsa, yig'indisi 8 bo'ladi. Demak, to'g'ri burchakli uchburchakda bitta kateti 6, keyingi kateti 8 bo'lsa, siz bu yerda A ni topish uchun mana to'g'ri burchakda mana 6 ni kvadrati + 8 ni kvadrati deysizda 10 chiqadi mana. Endi ular nima deyapti? Ko'chishidan necha marta katta deyapti. Ya'ni siz yurilgan yo'l S ni ko'chish A ga bo'lasiz. Agar hop necha metrga ko'p deganda ayirmasini topardik. Lekin hozir necha marta katta degani uchun nisbatini olasiz. 14 taqsim 10 bo'lib, shunda javob 1.10 chiqadi. Va bu bizda S javobda turibdi. Hop, 9-inchisi. Jism A nuqtadan D nuqtagacha ABCD yo'l bo'ylab harakatlanadi. Uning bosib o'tgan yo'li ko'chishidan necha marta katta. Demak, jism A nuqtadan harakatini boshlab, qaysi nuqtaga bordi? D nuqtaga. Kelinglar birinchi yo'lini topaylik. Xo'p, u A dan D ga borguncha dastlab AB kesmani bosib o'tadi. Demak, yurilgan yo'l topyapman. A yo'l yurdi, + keyin BC kesmani bosib o'tadi, yana bitta A, + keyin CD kesmani bosib o'tdi, yana bitta A. Bo'ldi. A dan D ga yetib bordi. Yurilgan yo'li 3A. Endi men ko'chishni topishim kerak. Ko'chish boshlang'ich vaziyat bilan oxirgi vaziyatni tutashtiruvchi kesma mana. Ko'k rangda chizib qo'ydim. Bu ko'chish hisoblanadi. A D. Bu kimga teng? A ga teng. Endi savolda necha marta katta desa, yana nisbatini olamiz. S taqsim A D shunda 3A taqsim A bo'lib javob 3 chiqar ekan. Ya'ni yurilgan yo'l ko'chishdan 3 marta katta. Keyingisi 10. Jism A nuqtadan D nuqtagacha ABCD yo'l bo'ylab harakatlanadi. Uning bosib o'tgan yo'li ko'chishidan necha marta katta. Demak, bunda ham A dan D ga borish kerak. Xo'p, mana dastlab A dan B ga boradi. Yurilgan yo'li 2A, keyin B dan C ga boradi, + A va nihoyat oxiri C dan D ga boradi. Yana bitta 2A bo'ldi. Shunda jami 5A. Bu yurilgan yo'l. Endi ko'chishda nimaga aytilardi? Boshlang'ich vaziyat bilan oxirgi vaziyatni tutashtiruvchi kesma. Mana ko'chishi ko'k rangdagi chiziq, ya'ni A da kesma. U rasmda ko'rinib turibdi, A ga teng. Necha marta katta degan uchun yana S ni A ga bo'lib olamiz. Ya'ni 5 tani bitta A ga bo'lib olsak, shunda javob 5 chiqadi. Ya'ni yurilgan yo'li ko'chishidan 5 marta katta. Keyingisi 1. Moddiy nuqta kvadratning A nuqtasidan D nuqtasiga rasmdagidek kabi o'tdi. Uning bosib o'tgan yo'li ko'chish modulidan necha metrga ko'p? Xo'p, kvadrat deyapti, demak hamma tomoni teng bo'ladi. Bizda A dan D ga borgan. Xo'p, strelkalarni ham berib qo'yapti. Yurilgan yo'lni topmoqchiman. S teng birinchi AB kesmani bosib o'tadi, keyin BC kesmani, keyin CD kesmani. Hammasi 5 ta mana. 5 + 5 jami 15 metr bo'ldi. Yurilgan yo'l mana. Qizil rangda belgilab qo'y. Mana shular yurilgan yo'li hisoblanadi. Endi ko'chishi ko'k rangda belgilab qo'yaman. A dan D gacha bo'lgan oraliq. Bu ham necha metr baribir? 5 metr. A D kesmamiz 5 metr.
Xo'p, endi qarang mana savolda necha metrga ko'p deyapti. Yuqoridagi savollarda xo'p, necha marta katta deyapti. Xo'p, necha metrga ko'p desa, demak ayirmasini so'rayapti. S dan A dan ayirish kerak. Yurilgan yo'li 15, ko'chishi 5. Ayirganimda 10 metr chiqadi. Va bizda A javobda turibdi. Xo'p. Keyingisi 12. Moddiy nuqta ABCD trayektoriya bo'ylab harakatlanadi va A nuqtadan D nuqtaga keladi. Moddiy nuqtaning ko'chishini aniqlang deyapti. Xo'p, tushunarli. Demak, biz ko'chishni topishimiz kerak. Qarang, ko'chish nima bo'ladi? Boshlang'ich vaziyat bilan oxirgi vaziyatni tutashtiruvchi kesma mana. A da kesma. Xo'p, A da kesmani topishim uchun men AC kesmaga C da kesmani topishim kerak. Menda hozir C da kesma bor, lekin AC kesma yo'q. Uni qanday qilib topaman? Mana AC kesmani alohida ko'krangda belgilab qo'ydim va mana bu joyda to'g'ri burchakli uchburchak. Gipotenuza 5, mana 4 bo'lsa, o'z-o'zidan bu tomon necha bo'lishga majbur? 3. Pifagor sonlari. Demak, AC'miz 3 metr ekan. CD'ni o'zi 3 metrligi rasmda aytilgan, 3 metr. Shunda jami ko'chishimiz 6 metr chiqyapti. Xo'p, bizda A javobda turibdi. Xo'p, keyingisi 13. ABCDK trayektoriya bo'ylab harakatlanayotgan jism A nuqtadan K nuqtaga bordi. Uning yo'li ko'chishidan necha metrga ko'p? Do'stlar, xullas mana e'tibor beryapsiz, yurilgan yo'lda so'rasa har doim shu kesmachalarni hammasini qo'shib ketyapmiz. Demak, hozir men yurilgan yo'lni topyapman. S bilan belgiladim uni. Dastlab bu AB ni bosib o'tadi mana. Hop, 15 metr yo'l yuradi. Plus keyin BC ni bosib o'tadi. 20 metr yo'l yuradi. Plus keyin CD kesmani bosib o'tadi. Hop, yana 15 metr. Plus va nihoyat oxiri DK kesmani bosib o'tadi. Bu necha bo'ladi? 12. Shunda qo'shganimda hop, necha bo'lyapti? 30, 50, 62 bo'lar ekan. Demak, 62 metr yo'l yurdi, yurilgan yo'l. Endi ko'chishtir nimaga aytilardi? Ko'chishtir boshlang'ich vaziyat bilan oxirgi vaziyatni tutashtiruvchi kesma mana. Mana bu oraliq, yo'nalishga ega bo'lgan kesma. Hop, bu AK kesmani topish uchun nima ish qilaman? Qarang. Eng pastdagi tomon BC bor-ku, o'sha 20. O'shandan 12 ni ayirib tashlayman. Ne chiqadi? 8 metr. Chunki agar bu to'liq kelganda edi, D dan boshlab A ga kelganda 20 bo'lar. Lekin to'liq kelmayapti. K da to'xtayapti. 12. Demak, A ga borishunda yana 8 yetmayapti unga. Demak, AK kesmamiz 8. Savolda necha metrga ko'p degan. Yurilgan yo'l 62, ko'chishi 8. Ayirib o'rganimda shunda ne chiqadi? 54 chiqsa kerak menimcha. 54 metr. Va u C javobda turibdi. Xo'p, keyingisi 14. ABCDKM trayektoriya bo'ylab harakatlanayotgan jism A nuqtadan M nuqtaga bordi. Uning yo'li ko'chishdan necha metrga ko'p? Tushunarli. Demak, yo'lni topish uchun yana kesmalar qo'shib ketamiz. 10 plusdan 4 plusdan 6 plusdan 3 plusdan 4. Hisoblaganimda demak 27 metr chiqar ekan yurilgan yo'li. Endi ko'chishda nimaga aytilardi? Boshlang'ich vaziyat bilan oxirgi vaziyatni tutashtiruvchi kesma mana, ko'krangdagi qism. Uni uzunligini topish uchun men nima ish qilaman? Qarang, mana bu 3 bilan mana bu 4 ni qo'shaman. O'shanda mana jami kesma chiqadi. Va u ko'chishga teng. Demak, hop, ko'chishi MA bo'lsa, mana MA kesmamiz nima bo'lyapti? 3 plusdan 4 bo'lib, shunda 7 metr bo'lar ekan. Endi sizda necha metrga ko'p deyapti? 27 dan ayirib yuboraman 7 ni, shunda 20 metr degan javob chiqadi. Va bizda B javobda turibdi. Xo'p, keyingisi 15. Jism A nuqtadan B nuqtagacha necha metr yo'l yurgan? Tushunarli. Demak, A dan B gacha yurishni o'rganyapman. Dastlab mana yarim aylanani bosib o'tdi qizil rangda. Xo'p, keyin to'g'ri chiziq bo'ylab yurdi mana ko'k rangda. Qizil rangdagi yurilgan yo'lini S1 deb turaylik, ko'k rangda yurilgan yo'lini S2 deb turaylik. Xo'p, S1 ko'rinib turibdi, aylanani yarmi. O'zi aylanani uzunligi 2πr dan topilardi-yu, uni yarmi bo'lsa 2 ga bo'lib oramizda πr bo'ladi. P ni 3ligi aytilgan, mana masala shartida oxirida radiusga nima olamiz? Radius mana markazdan chekka nuqtagacha bo'lgan masofa 10 ekan. To'g'ri, -10, lekin siz uni moduli bilan ish ko'rasiz. Shunda S1 yo'limiz 30 metr chiqdi. Endi ikkinchi yo'lni topmoqchi bo'lsam, qarang.
koordinata bo'ylab ketyapman. 10 da edi, keyin 40 bo'lib qoldi, to B nuqtaga borguncha. Demak, ikkinchi yo'li 30 bo'ladi. To'g'rimi? Koordinatasi 10 dan 40 gacha o'zgarsa, demak 30 metr yo'l yurgan. Endi jami yurilgan yo'l S umumiymiz. S1 plus S2 bo'ladi. Shunda 60 metr degan javob chiqadi. Hop, bizda B javobda turibdi. Hop, demak, birinchi mavzumizda testlarini ishlab bo'ldik. Shulardan iborat edi. Do'stlar, hop, keyingi mavzularda ham yechimlarini tushunishingiz uchun siz albatta hop, kanalga tashlangan nazariyani ko'rib olgan bo'lishingiz kerak. O'shanda dars davomida aytilayotgan formulalar, belgilashlarni yaxshiroq tushunib ketasiz.